Bismillahirrahmanirrahim. Inoga start qilamiz mail merge. Lekin keling avval men xohlayman sertifikat bersa. Sertifikat uchun necha nafar jadval qildi, avval men sertifikatni dizaynni tuzatib qo'ydim. Bordim bergan mail merge ichiga. Agar men sertifikatni ochib kelgan bo'lsam edim, ham bo'ladi. Agar ochib kelgan bo'lmasam, o'sha men letterga tik mark qo'yasiz, bu yerdan setup. Agar agar tik mark bo'lmasa, men pastga tik mark qo'ymog'ingiz kerak bo'ladi. Nima ish qilamiz bizlar? Next. Sizga aytdim-ku, avval ana shu joydan shuru bo'ladi, xo'p, hammasi. Next ga qildingiz, siz use the current document. Qachon men buni istifoda qilaman? Bashartki meni nimam ochiq bo'lsa. Ya'ni meni dokumentim, sertifikatim shuga ochiq bo'lsa. Shu mail merge qilayotgan menim shu joy bo'lsa, men dokumentim. Lekin hali ochiq emas. Agar bil farz men bu yerdan emas. Masalan, men buni o'chirdim, men aytdim-ku, vastot current dokumentimni qilmoqchi edim bor. Avval majbur borib opendan borib o'shani ochib kelmog'im kerak. Ki masalan, yangi men saft qilib qo'ydim. Sertifikat bitirgan ingliz kirasiz, mana shu. Xo'p, vaqtki men uni ochib keldim, bu sertifikatni dizayn qilib qo'ydim. Saybada xo'p, dizayn qildingiz, baxt tarafiga farsi baqqa, agar ingliz tilga bo'lmasa, komilan farsiga ham siz buni nima qilasiz, bera olasiz. Saybada bu picture ga ingilisha, men bir picture, xo'p, bu bir auto shape keltirilgan, bu bir picture dega keltirilgan, bu qo'shib name keltirilgan, bergan xat bitilgan, bergan xato text box ichiga keltirilgan nima xatlar. Saytda bunda qolgan text box keltirilgan. Qarab to'xtang, men vaqtiki shuni mail merge qilmoqchi edim bu. Bundan ilgari menga bir dokument degan bor. Mail merge ma'nosi nimadir? Merge ixtilofda aytadi, xalt qilishlik. Ya'ni bergan ma'nosi bu ikki xatni bir-biriga xalt qilaman men. Avvaldan necha nafar sertifikatga darxost qilib qo'yibdi, ularni boshqa bir Word ichiga jadvalga sat qilib qo'yaman. Bunday emas, men bir sertifikatni Wordda 50 ta buni sotib bo'lsam har qaysi. Biriga om jadval sotib qo'yaman. Qandoq? Berga kelaman, buni ichiga men bir om jadval sotaman. Qayerga boraman? Insert tabni ichiga avval bu ishni qilmoqingiz kerak. Sertifikat dizayn qilganlar berga kelasiz bu joyga. Siz unvonlarni o'zidan fikr qilib avval unvonlarni toning. Qarang, avval mardayda muhtaram oti bitiladi. Number tazkirasi bitiladi. Dega number sodira bo'lsa bega soli tavallud. Qarang, masalan 1 ta, 2 ta, number sodira 3 ta, bu mutavallid soli 4 ta, farzandi kim 5 ta, muddat degan. Nechta bo'ladi bu? 6 ta bo'ldi. Xo'p, degan programlarni o'zini otishiga bitilgan, chunki shuncha programga tasdiq berasiz, buni bitib qo'yasiz. Agar beg'ayrat bir style degan va agar programni otib bitilgan bo'lmasa, majbur programni otib taga qo'yasiz. Programni otini taga list qilasiz. Keling, olib kishiga o'zi programni otini nima ekan mavjud qiling, chunki shuncha programga tasdiq beradi. Imkoni bor siz bu tasdiqingizda hamma narsaga qo'ymoqchisiz. Imkoni bor tekali faqat foundation o'qiydi, shuncha kursi bor. Imkoni bor tekali accounting o'qiydi, yana ham shu tasdiqnoma bersangiz. Sonra majbur content nimani kursni boshqa bir jadval yana degan bu jadvalga borib joy qo'yasiz bergan, bu jadvalga borib tushirasiz. Buni tariqasi men sizlarga men bu dizayn qilib qo'yaman, sizlar ko'ring. Yo, o'zlaringizdan borib dizayn qilsangiz bo'ladi. Xo'p, menga 6 ta invan kerak. Nechta bo'ldi? 1 ta, 2 ta, 3 ta, to'bagacha 7 ta bo'ldimi? 6 ta bo'ldimi invan? Pastga qarab qarashlang, nechtaga shogird bo'lib g'ayri izofa qilib beraverasizga qarab. Xo'p, meniki left right, avval qabla table bad men safhamni tag'yir bersam qaysi joyga left right ga. Mana chunki bu farsi tilga sotmoqchisiz. 6 bar qancha 2 bar qilsa. Xo'p. Avval bergan nima bakoradi? Muhtaram ism bakoradi. Bergan o'sha unvonni bitib qo'yasiz ino. Say. Xo'p, bergan nima edi? Number tazkirasi. Taxallusdan bakor. Keling, taxallusdan bitib qo'yadi. Ya nomi xonavodada ismi taxallusda ismi. Bu joyga valad. Bu joyga number tazkira. Xo'p, number tazkira, number agar sodirasi bo'lsa bo'ladi, bega soli tavallud. Xo'p, bega muddat kurs. Duration. Nechta bo'ldi? Yana ham qoldi cho'tim berga bizda keling. Xo'p, bu qoldi, taxallus bo'ldi, bu bo'ldi. Number tazkira bo'ldi 3 ta. Soli tavallud 4 ta, farzand vala 5 ta, bu 6 ta bo'ldimi? Bas xuddi davrimizda 6 ta ekan. Shuka bizda mana tuzatish kerak, sodirani qo'yamiz. Xo'p, vaqtga 6 ta men so'tam uni invan bering. Chunki invan tanilsin degan. Om xat bo'lmasin. Invan tariqasi bu edi-ki, siz borib bu yerdan o'sha rang berasiz bu joyga silxonangiz ichiga. Boshqasi xavosafetlikka qolsin ki invan shaklga bo'lgan qilib.
Ana endi kimiki balansidan tashqi shuni mana olmoqchi o'ti bor, bularni bot bega sarf qilib qo'yasiz. Men keyin bir ikkitasini sarf qilaman, masalan ism bor Ahmad, xo'p, valadan bor Muhammad, taxallus Muhammadi. Degan keling Muhammad. Xo'p, bu joqqa nambari tazkirasi ham farz. Soli tavalludi ham 1373. Kamila biting xo'p. Matlab davomi joyim 1373. Method of duration 7 months. Mana xabarimiz bir nafar. Do'm nafar. Akram. Babar. Number tazkiran bu. Uni solat avvali deyman. Xo'p, muvaqqasini shuni sab qilasiz. 50 nafar bo'lsin, qancha bo'lsin shuni tagiga izofa qilib ketavering xolos. Xo'p, buni ham sep. Otini nima bering? Buni otini bizlar qo'yamiz data. Cheki mushtamil. Saybildi. Buni ham qilamiz. Close qiling. Ya'ni men nafalar sab qilib qo'ygan bo'yicha. Kelim gabiga sertifikatini do'sti. Ana endi men xo'p, merge qilib qasdim va bundan bot kavni bo'lsa, merging bo'lsa. Kelaman mailni ichiga Pasha start qaysiga qo'y, o'sha setupdan shuru qilsangiz ham gafiya, u yerdan qilsangiz menga qaysiga qo'yilsin bo'lat? Letter. Next. Use the current. Shu dokument. Yana meni ochib keldim. Agar ochgan bo'lmasam edi, from the existing number meni pasma majbur qilgan kedim, open number ketiradim degan. Yosh bilan o'zi ochiq shu current dokument. Kompletda men sizga aytdim, Microsoft o'zim sotib qo'ygan dizaynlar bilan meni sizning ish qorimizga kelmaydi. Ha, from existing ochiq bu tarzga deb aytib, bu ochiq bo'lmasa edi. Bu men ochib keldim o'zimni. Keling balankisi, chunki use the current mavjuda dokumentni men ishlab. Fast next step qildik. Xo'p, listim. Ya'ni matlab shu xat bilan birga qaysi xatga bir-birini nima bo'ladi? Merge bo'ladi. O'sha xat qayerga, qaysi xat. Yo agar kompyuteringiz ichiga bo'lsa qaysi bo'ladi? From the existing list kompyuterimga mavjud. Yangi men listni mavjud qilib qo'ydim, qo'ymadim ayting. Qilib qo'ydim mavjud listni. Agar aytsangiz yo type new list, inshaalloh buni itlonomaga new list bo'lmasa existing bo'la olmaydi. Aytaman nima uchun bo'la olmaydi. Xo'p, Outlook yo'qmi menga internet saytiga Outlook agar sizning serveringiz bo'lsa, unga ma'lumot adresi bo'lsa, uni bilan merge qilsangiz. Chunki mail sizga aytdimki email ham beriladi. Masalan Outlookga. Xo'p, men use current shuni oldim. Balankisini oldim. Kavnom buni tushib keladi shaqacha. Xo'sh, listingizni keltiring, browse qilasiz. Agar men next write your letter desam, bunga o'tsam ham menga o'sha browse ochiladi, yana o'sha gapni next step kam va bu yerga borsam ham o'sha joyda. Meni listimda oti nima edi? Men dokument ichiga type qilib qo'yaman banomi detafatga. Shu edi-ne? Meni list. Say, muvaqqat taniz ochilgan, sevimchi orim nafarga men list sotib qo'yaman, taniz izofa bo'lgan. Xo'p, men buni tuzatib okey qildim. Faqat oching, okey qiling, degasi ish bo'lmasin. Okey bo'ldi bo'lmadi. Xo'p, agar men next stepga bosam, degan qarang adres, blog, greeting va g'ayra bular inshaalloh bu safhani beradi. Greeting bilan bormaymiz bular. Adres blok shu yerga yo'qmi? Xo'p, merge item hamma narsa shuning ichiga electronic postage. Yana shu panjimga o'ting ham. Recipient hammasi shu joyga bizlarga olib kelaveradi, recipient va g'ayrasi. Next step ham hamchinon bizlarga print qilmoq, chop qilmoq, edit qilmoq nima ish qilasiz. Javob bo'ladi shu narsalar print qilib beraverasiz. Bu steplar o'z safhani betiga mavjud. Tosh segacha sizga zarurati bor edi. Buni so'ra takrorlash chunki avval safhani betini bir qalay merge bo'lgan o'qidik, degasini endi o'qib. Keliy olib nima hadaf qiladi. Pas hadafsiz keling. O'chirdi. O'rganingizni ham to'g'ri aytmoqchi. Boris list olib kelasiz, o'qiy qilasiz, o'chirdi. Chunki step degasiga olib o'tib o'ltirmang. Xo'p, keldim berga men muhtaramga borasiga. Bor bu joyga ism kelsa. Kelaman berga, avvalgi bu ishni qildim. Darrov shu ishdan men insert folderga kelaman. Insert folderga shu narsa dedi cho'kat, invollarim. Qarang, invollarni toniy dedim sizga, ha. Esdan chiqmaydi inshaalloh. Agar ustiga klik qilsangiz ham bunda ochilib keladi, yana o'key qilib insert qilmoq kerak. Yo, kelib shuni ustiga klik qilavering. Bega nima keladi? Ism. Xo'p. Bega ism keldi, qavsli qadiga qarab to'xtang. Endi ism keldi. Qavsli qadiga taxallusi keladi. Insertga keling. Nima kelsin bu joyga? Taxallus. Doranda nambari tazkira. Nambari tazkirani havoldan bega o'chirib qo'ymoqmiz. Bu avvaldan bitilgan keyin bu kunmiz. Bega nambari tazkira. Farzand, yana father name.
valad. Next davra muddati qaysi duration edi? Muddat shu edi-ne? Muddat tarix. Degan soli tavallud. Mutavallid. Xo'p, buni foydasi, buni qilmaydi, uzatdim shakl. Ana endi men vaqtga buni merge qildim, merge meniki tamom bo'ldi. Ana endi men xohlayman pas avval bu ishni qildim-ne? Mubaqasi ishingiz bo'lmasin. Do'ma tıkladım, qayerga keldim? Field insert qildim. 7 qadamga preview qiling. Muhtaram kimdi? Masalan Ahmad. Chunki kamerada space bermoqimiz kerak edi, nega space bermoqdi? Hozir space ber. Xo'p, ism nimadir? Ahmad. Taxallus Muhammadi nambari tazkira bu, sodira yog'i soli tavalludi bu va farzandi Muhammad kimdir? Davra va muddati 7 moh. Xo'p, farzandi Muhammad. Ko'rasiz, kamerada fasila qo'ysak, sen bega fasila. O'key, fasila. Bu xo'p bir nafar. Buni nima qilasiz? Print. Second nafar qanday bo'ladi? Next. Ko'rasiz? Third, fourth, qancha ikki bo'lsin o'tkazib cho'q qilib berasiz. Ayol tag'ir ekan aka, mayda olib bega Akram keldi, Bobir keldi va bega farzandim otasini. O'rganisizmi? Merge ikki paperni bir-biriga gap qildi, irtiboti borini har raqam emas. Irtibotki bizdagi qilgan detalsiyamaydi. Bu xuddi bir ta'sirda sertifikatga shuncha nafar vaqt, shuncha narsa qilib Word ichiga uni details qiladi. Details qilib tebalda. Qaras tebalda chunki unga unvon bakor. Qanday unvonlarni men field insert qilaman, nimadan insert qilaman? Shu unvonlardan boshqa narsadan. O'sha unvonga men unvon sotib qo'ydim. Shakli unvonday berdim, rang berdim va g'ayri Word qildim. O'sha agar berdim, u bo'lmaydi sara. Heading de yana matlab unvoni biz o'sha shakli bo'lsin, tebalda ichi bo'lsin. Detail list. Listga tebal sara. Xo'p, bu bir tariqa edi, men buni past tuzatdim. O'rganisizlar buni. Bu qor oson. Pas agar tikmoga ko'tarib previewni ko'tarsangiz yana yo'q, ism va g'ayri ko'rinadi. Bega qo'ying o'sha narsa. Xo'p. Second. Do'm bizdan ishimiz bor. Men kelaman, yana mailmer shuru qilaman. Shuru qildim, xo'p, boshqa keyin bir new dokumentdagi ochay. Masalan, men ochib qo'ydim shu blank buni ustiga. Men xohladim pas yana mailing ustiga boraman. Ishni solib, bular shuncha g'ayri faol, ne? Birga irtiboti bor edi ustiga men. Yana shu yerdan shuru. Asli ko'sh. Pas setup, o'zim qaysam masalan shu setup ichiga deyman. Step by step next qiling. Men yana letter. Chunki men emas. Bu da current emas, keling bir existing ochib bergan, sen bir ko'rib oling, ochib existing. Bega boraman, e'lonnomani bor olib kelaman. E'lonnoma tunon ko'rayman. Necha edi e'lonnoma? Aniki. Saybildi? Yana o'sha gapga o'zi ochib qo'ysangiz nima edi? Shuni yana shu qarang 100 da current dokument yana kelib to'xtayishiga. Saydi o'sha 100 current dokument. Pas nima qilay? Step 7. Aynan bu da men nima qilaman? Type a new list. O'sha next class. Yo masalan bu ikki bir gap qila, xo'p? Shunga o'tsangiz o'sha gapga o'tsangiz. Qolmay aytaman create new list. Hey, buni men nima uchun type qilaman Word? Yana classlar bunga necha invon kerak? Buni o'ziga necha invon kerak? Qaysi? Avval riyosat kerak. Saymi? Xo'p, bega maktab kerak. Maktab joy qoldi. Maktab kerak. Xo'p, lisey Xuroson marafon va g'ayra. Bega ism kerak, valad kerak, sinf kerak, daraja kerak, bu joqqa sol kerak. Tafsirda imtihon vasat sol, solona, nihoyiy. Har qaysi kerakmi, kerak emas. Men olib bu xuddi bir yangi avvaliy edi. O'nta xushga bo'ladi. Bir taqriban sizga 50-60 ta invon kerak. Bir Word ichiga bir raqamga 50-60 ta invon sotmoq sizga ko'p mushkul avvaldan sotib qo'ygan bo'lsangiz. Mushkul emas shuncha narsa. Bir Word ichiga shu qator qilib kelsangiz invonda qachon ketadi uncha invoningiz? Agar bunda ro'y shakli olsangiz invonni mana taga safa qilib baxtarafda invon olsangiz, qolon majbur invon bo'lmasa. Shu vaqt meni hadafimga bildingizda-ne bergan. O'shaning uchun bizlar create new list sotamiz. Create new list qayerga tuzaladi? Agar from existing dan ham o'sha boshqa joyga tuzaling kerak, lekin access ichiga tuzalib bo'lasiz. Access ichiga qolib men siz borib o'ydan avvaldan to'g'ri qilib qo'ying, chunki accessni siz bilmaysiz qayerda. Word o'zini ichiga ochiladi, Word o'zini ichiga bizda ishlaydi, faqat shunchasini o'rganing, keling. Qandoq? Men kelaman yo'qa create new list ichiga. Chunki new list to'g'ri qilaman, accessga sotganim avvaldan accessga endi sotaman. Berga kelaman, berga mana bu shakl bizlarga ochiladi. Xo'p, o'zi sotib qo'yilganlar bu gachiga title o. Meni siz inglizcha bilan vaqt beramasizmi? Nima ishga bizlar borsak,
نیو انتریز گم ماس دیلیت گم چون که انتری آلیا کو دیلیت بس فاین هم بکارم ماس میگه کاستم کالام بگم دیگه باش میگه بیگه که باردم بو کالام می رینیم قسمم بلاده لیکن بیگه چون رینیم موجود من دیلیت رو بدم ماس کارات دام ماس ماجور دیلیت سم چون که انگلیش که فرست تایم لاست نیم میگه بکارم ماس میگه سم مکتب بکار این حالا صحیح خاکلی شنو رینیم قلم بارین لیکن مطابق اطلاع نمایزم تاسمال زغال قلین که نما این مالا کرای مادام شنو رینیم قلم فارسی تیگه یا نما کرای میگه اول کرای میگه ریاست معارف گرچه وزیر بتلگام بلا بکاری ماس مکتب کرای ولاد خامین باید بگه بتقیسم مکتب دوم یعنی شنو رینیم قلی خا دیگه نما میگه کرای وش مکتب تال دیگه بس مکتب کرای صنف خود تاگه گرد یعنی بگه اسم کرده دیگه بزدگه ولد کرده تخلص که آقا نه یا قیمه خواه صنف کرده دیگه درجه کرده خواه دیگه بزدگه سال کرده اینو گاب برگه اول نمیده تفسیر ادنه یا هر قسم فرقی می تفسیر کنه که مطابق باشه نفسری دیگه بتبیس الف مخففات بتین که تا این خانه کتاقل بیدا بر رقم سوی سارا فلده سر بسایز الف نما چون امتحان خا 4 نیمه یعنی 4 نیم مانه که 4 نیم ماه نماده تفسیر تفسیر کامل زدم فرق می‌کنه اینجا خب بگم امتحان سالانه تفسیر شریف خب ما بقیت چون که خلاص بلدین رینیم قیلارم ندرت قسم دیگه آتش رو قسم بره که اون کار بگنه که داشتن رینیم قیل قیل قسم بگم که منم داری ادخل می‌کنی بریم خب من که ادخلم سارا اون که تنم مجموعاً هم بریم بارنه نهایی سه امتحان نهایی مطلبی کانت تو داره پنج تو داره است امتحان تو داره اگر سارا وز فانکشن استفاده کنه سیام باید عدد لفت رایت هر وقتی که مونگه بر کار کنه اون که شو تایپ کلیک بگیرم می نزن که بهتر کلا بگه بر فانکشن استفاده کنه که داره چون فانکشن کو خو بدیش فانکشن لیکن کلی بگه وز بگم وز بهتر بگه بتی بز نتیجه نهایی سای تفسیر نون نتیجه نهایی تفسیر صحیح اینه مجموعه است خب برام تا موو اپ داون منو تا گیندر لاس منو برنگه منو بگو شی کلاس با پس برنگه برام دست تغییر گمس خب فقط تفسیر چه صورت موو کلاس موو زدن شنو شدن که ات کلاس خیر کلاس بخ موو اپ منو کلاس کاستوم دست هم اصلا این مانو شو گبتیس شون تایدن گلی برام منوش قرای شو گنه مگره می فقط تفسیر چه کتم نه سس منطق تکنه سر همچنان بتیس چون دیگه بار پس ات گلی براس منطق چون خالصان اول دریا پشتونو بگه بتیس اینم بگم بتیس لسان خارجی تاریخ و غیران جغرافیا انجمن everything this شده تایپ کلاسز نمبر نیماس فقط این مالار ده بله شین مالانه دل مثلا والله من انتری قینا من انتری شروع کلاته ما خریم بیاریم انتری شروع کلام خب مکتب قیس من مکتب ده بتیم یه ساعت کردن کار کنم من باید کارخانه گذاشته چون که به غیر از کارخانه هیچ کارو می لیسی علی خراسان خب دیگه اسم احمد خب ولدم کریم محمود خب صنف پنجم الف و غیره مثلا خب بتیس رنه بگم بتیم پنجم باید داره وزن کانورت باید اکسس کرد صنف پنجم خب درجه چهارم شنو یا اول یا دوم کلمه اول خب سال 13 نود امتحان سال تفسیر مگه قنچال ده قرنم بره
Bunga qancha? 45. Majmua qancha bo'ladi? Bu qaysi nafar edi? Avval nafar. Endi domini shuru qiling. O, dom nafar, 3 nafar, 4 nafar shunda to'y qilib ketaveradi nafarlar degan. Say, ya'ni shuga to'yib qilasiz. Qo'may o'qiy qildim. Qarang, endi gap bergaki bizda shu narsalar kerak. Buni otini save qilmoq kerak. Save buni otini nima qo'yaman? Det. Save bo'ldimi? Xo'p, vaqtni men buni o'chirdim, xalos bo'ldimi? Agar endi men xohlaymanki degan men nima ish qilsam, edit qilmoq qasam bo'lsa bega, agar bu o'chiraman men buni. Degan mana degan boshqa edit, mana bu editdan bilib qoldik. Xo'p, men qanday edit qilay? Yana bir nafar degan men bunga qanday izofa qilay? Degan buni intiqob qiling. Bega nima bor? Edit. Bega type qilib ketavergan. Ha, type qilib. Xo'p, ichiga bortan shu yerga type qiling. Degan agar kolom izofa qilasiz, endi qayerga borib kolom izofa qilasiz? Bu yerga. Xo'p, customga edit qilaman desangiz, bu yerdan borib yana izofa qilmoqingiz kerak. Bo'lganingizda meni matlarim qayerdan borolmay qanday bor ekanman? Agar bo'lmasa, editga boraman. Nafar degan izofa qilaman, bega qilib bitib bo'lmaydi nafarda. Qayerga borib bitayman? Buni intiqob qilib editga borib bitayman. Refreshdan avvaldan taqib ko'rinmasa bega borasiz. Sort morti va accessni ichiga yo'q. Mishli mana shu bu detoy access. Hozir borib qarang nimani otga keldi. Men detoy shuni save qildim dokumentiga. Qaysi edi? Qarang. Kelib dokumentiga bir qarab ko'ring, nima otga save bo'ldi, nima faylga kelgan. Oti nima edi? Bu havolki detoyimiz. Yangi bir detoy degan katta hurufga bizda save qildik. Accessni foyda qanday? Detoy qayerga save bo'lish? Men adamga boshqa bir save bo'ldi. Save qiling. Meni query fayl otga. Nima yo'q type qilib db access to file type qaysi type qilinadi? Microsoft ACCDB drive siga save bo'lgan mana. Xo'sh, to'g'ri. Sonra men size ko'rsataman ki qayerga qanday nima otga access faylga save bo'ladi. Buni men yaxshi fikr qiling. Men save qilinca joyini tag'ir bermayman, o'sha nimani ketadi. Xo'p, vaqtki men buni tuzatdim, save qildim, shu joyga bo'ldi bo'lmadi. Aynan keyin pas bulani shu joyga men bo'yat qilsam, buncha ochib qo'ymaysiz joyini, xo'p. Valat bo'yat yaqinroq kelib bo'lsa bu shaklga. Mana bu shaklga ko'rasiz. Xo'p. Pas bega kelib ism nima edi? Maktab. Bega ismim صنف پنجم الف درجم اول سلام سیدنا امتحان سومی قنچه خب پس شویده اوکی yes do you want to update yes خب من قایم بدم که لاغر شد مورد نمیکنم پس اینو شویده اخشلا قویگه نیش نتاد بیوقی second third قنچه که نفر قویگه سات قلی برفت سات زمان شویده سات قلی برای اگر بغیر از بیدن وردن بارو سات قلاس ور جای قیریه اول سیب قیگه نچه فکر تین که قیگه سیب باره بچه منی که نماز کیه ده دی اتیه ده خب قرار تاخته کتا حروف که عقیده بیو درايف جي سيب يعني بس السؤال ولا صار سيب نيخه ورگانز ستال استین که آنها می نشته ما بقیه قاگان مل مرج چین شو مرج چیکار نره
bu nima degani bular xana shu buyuqlar undan next pointdan bor birontasini otini topolasiz bu easyda. Xo'p, sirf finish degan oxir xalos bo'laverasiz. Finish nima? Yo chop qilasiz dokument, yo yana pas qo'yish, yo send emailga berib qo'yish. Finishning matlabi shu bo'ladi. Chop qilsangiz chopga uring va g'ayrat qilsangiz. Sayt, men xohlayman chop qilsin. Xo'p, ol hammasini, yo men shu current page bas. Yo hammasini deng. Ko'rgansizlar?